Apelsinni solamiz, olmadan solamiz, kividan solamiz, yana olma, banan. Endi blenderimizni ishlatamiz. Har doim yopayotganingizda mana shu tochkasiga ahamiyat berasizlar. Mana shu tochka bir-biriga to'g'ri kelmay qolsa, ishlamaydi. Ishlashini qarang buni. Mayda-mayda qilib beradi. Kokteylimiz tayyor bo'ldi. Endi ochamiz. Tayyor. Bismillah. Agar siz ham har xil himiyatlar qo'shilmagan shunaqa svejiy kokteyl ichmoqchi bo'lsangiz, blenderdan olish taklif qilaman. Sifatini ko'rdingiz, juda ham zo'r. Tayyor bo'lgandan keyin o'zidan ko'tarib ichsangiz ham bo'ladi. Komplekti trubochkasi, ichini tozalash uchun shotkasi va gubkasi chiqadi. Agar sizga shu sifatli blenderimiz qiziq bo'lsa, Apple Optum.uz do'konimizdan topsangiz bo'ladi. Respublika bo'ylab dastlab qildirsangiz ham bo'ladi. Kelaverasizlar.